Vokzal Uzgazolni to'g'risida birinchi qator mana shunday orqasiga Sultansha magazinni shunday orqasiga o'tganda Zolotoy etaj 3-etajda joylashgan mana shu 2 xonali xonamiz sirrochiniga sotilyapti. Bilasizlar, men podpischikalar uchun eng zo'rini olib chiqaman. Chunki mana shu remont qilgan yangi eng qizig'i ko'nglingiz xijil bo'lmaydi, dil xirralik bo'lmaydi. Yangi uy hech kim kirib yashagan emas. Yangi mebel qo'ygan, televizor, konditsioner, har bitta xonasiga mana shunaqangi batareyalari bor, zakreti, balkoni ham bor. Vokzal territoriyasi bilasizlar, juda ham olib sotishga juda ham tez bo'ladi. Birinchi sizlarga prixoshkadan ko'rsataman, operator. Mana shu prixoshkadan kirib kelish, glavniy eshigimizdan mana shu eshikni o'zini oynali odam o'ziga qarab ko'chaga chiqib ketadigan joyi. O'ng qo'limizda mana shunaqangi garderobcha qilgan, yevromontaj qilingan mana shu shkofchasi bor. Sirazi sanuzelni ko'rsatamiz. Kafel qilingan, kafel 30 ga 90 eng zo'ridan qilgan. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz. Bu xonamiz 2 xonalik bo'ladi. Do'stona divan, ortopedический matrasi ham bor, termozona, garderob shkafi bor, terezasi bor. Mana shu podokoniklarigacha yangi qilingan va batareyasi bor. Ana endi bitta ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnani ko'rsataman. Operator kelasiz. Kuxni juda ham yangi, akkuratni gramchalarini ertalab to'shab berdim deyaptilar. Terezasi bor, gaz plita bor. Zifler mana shu kir yuvish yangi turibdi. Bironta eski narsa ishlatilmayapti. Narxi 57 ming, yana ozgina savdosi bor. Mana shu lokatsiyasiga mana shu summa arziydimi yo'qmi? 3-etaj. Pastdan nomer qoldiramiz, srochniy aloqa chiqinglar.